Kosmosga birinchi bo'lib odam uchmaganini bilarmidingiz? Odam o'rniga birinchi bo'lib it yuborilgan va u itning laqabi Laika edi. 1957-yil Sovet Ittifoqi Sputnik 2 apparatini ishga tayyorlaydi. Maqsad tirik mavjudotning kosmosga qanday moslashishini bilish. O'sha paytda odam uchirish xavfli bo'lgani uchun olimlar tajribani hayvondan boshlashga majbur bo'lishadi. Tanlov Moskvadagi ko'cha itlaridan bittasiga tushadi. Chunki ko'chadagi hayvonlar sovuq, ochlik, qiyinchiliklarga moslashgan bo'ladi. Tanlangan itga Laika deb laqab beriladi. Uni maxsus mashg'ulotlar kutib turardi. Tor kabinalarga o'rgatish, uzoq vaqt qimirlamay o'tirish, baland shovqinlarga moslashish. Chunki raketa uchirilganda kabina ichida aynan shunday sharoit bo'lardi. 2-noyabr kuni Sputnik 2 kosmosga uchiriladi. Laika yer orbitasiga chiqqan birinchi tirik mavjudotga aylanadi. Ilm-fan uchun bu ulkan qadam bo'ladi. Birinchi marta kosmik parvozning tirik organizmga qanday ta'sir qilishi kuzatiladi. Yurak urishi, nafas olishi, stress ko'rsatkichlari. Ammo apparat qaytib kelish uchun mo'ljallanmagan edi. Bu bir tomonlama parvoz bo'lgan. Laika orbitada bir necha soat yashagan, keyin kabinadagi issiqlik ko'tarilishi natijasida vafot etgan. Bu haqiqiy ilmiy tajriba bo'lsa-da, keyinchalik dunyo bo'ylab katta axloqiy bahslarga sabab bo'lgan. Laikaning parvozi keyingi kosmik missiyalar uchun asos yaratdi. U orqali olingan ma'lumotlar sabab insonning birinchi kosmik parvozi, ya'ni Gagarinning uchishi muvaffaqiyatli amalga oshgan.